O'zbek shou-biznes olamidan shoshilinch xabar. Taniqli aktrisa Durdona Qurbonova haqida shov-shuvli xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda hamda jahon olamida sodir bo'layotgan eng tezkor va dolzarb mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donidan layk hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Aktrisa Durdona Qurbonova Xiva shahrida davom etayotgan tarixiy film suratga olish jarayonida ishtirok etayotgani ma'lum bo'ldi. Suratga olish jarayonidan olingan foto ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilindi. Ma'lum qilinishicha, loyihada tarixiy davrga xos libos va dekoratsiyalardan foydalanilmoqda. Suratlarda aktrisaning milliy uslubdagi obrazda film jamoasi bilan ishlash jarayonida aks etgani ko'rinadi. Film nomi, syujeti va chiqarilish sanasi hozircha oshkor etilmagan. So'nggi yillarda o'zbek kino industriyasida tarixiy yo'nalishdagi loyihalar soni ortgani kuzatilmoqda. Bunday filmlar mamlakat tarixiy merosi va madaniyatini keng auditoriyaga tanitish hamda ichki bino bozorida kontent xilma-xilligini kengaytirishga xizmat qilishi mumkinligi qayd etilmoqda.